Formula Drift olamining eng katta maydoni. BMW esa nomi bilan doim driftni eslatadi. Bu chempionatda zaiflar yo'q, bu yerda faqat kuchli va qaysarlar qoladi. Chempionlik esa faqat haqiqiy afsonalarga nasib qiladi. 2013-yilgi Formula Drift musobaqalarida esa maydonga chiqib hammani hayratda qoldirgan ikki afsona tarixga muhrlandi. Michael Issa va BMW M3 E46. Bu kun BMW Drift sahnasidagi eng katta g'alabalardan biri bo'ldi. Michael Issa chempionlik orzusi bilan yashardi. Uning tanlovi BMW M3 E46 bo'ldi. Muvozanat, nemis sifati va kuchli potensial. Bu kuzov Michael qo'lida kuchli qurolga aylandi. U jamoasi bilan uni qayta tuzdi va drift sahnasi uchun yangi chempion mashinasini yasashdi. Uning BMW M3 maydondagi har qanday raqibdan ajralib turardi. Kengaytirilgan kuzov va maxsus whitebody kit unga agressiv qiyofa va barqarorlik berdi. Havo kirish teshiklari esa dvigatel va tormozlarni sovutardi. Katta spoiler va kanatlar esa burilishlarda Michaelga yuqori tezlikda ham ustunlikni berardi. Salonda esa minimalizm, ortiqcha narsa yo'q, faqat pilot uchun zarur asboblar qoldirilgan. Bu dizayn va aerodinamika birgalikda BMWni chempionlikka munosib afsonaga aylantirdi. Michael Issa BMW M3 ning o'zining standart nemis motorini qoldirmadi. U chempionatda raqobatga chidamli va katta